Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar hamda talabalar. Bugun men siz bilan umumiy psixologiya fanidan tafakkur mavzusida gaplashamiz. Tafakkur mavzusini quyidagi rejalar asosida yoritib berishga harakat qilamiz. Rejalarimiz quyidagilardan iborat. Tafakkur haqida tushuncha, tafakkur va hissiy bilish. Ikkinchi rejamiz bu tafakkurning mantiqiy shakllari. Uchinchi rejamiz tafakkur jarayonlari, to'rtinchi rejamiz tafakkur turlari hamda beshinchi rejamiz tafakkurning individual xususiyatlari. Tafakkur o'sha obyektiv voqelikni subyektiv tarzda ongda aks ettirilishi bo'lib, nutq bilan chambarchas bog'liq muhim bir yangilik qidirish va ochishdan iborat psixik jarayon hisoblanadi. Tafakkur voqelikni analiz va sintez qilish, uni bevosita va umumlashtirib aks ettirishdan iborat jarayondir. Tafakkur amaliy faoliyat asosida hissiy bilishdan paydo bo'ladi va hissiy bilish chegarasidan ancha tashqariga chiqib ketadi. Tafakkur birinchidan tafakkur fikrlash jarayonlari, bu bilish jarayonlari hisoblanadi. Ikkinchidan ular ham shaxs tomonidan borliqni umumlashtiradi, bilvosita aks ettirish shakli hisoblanadi. Uchinchidan bu jarayonlar ham eksperimental psixologiya tomonidan o'rganiladi. To'rtinchidan tafakkur bilishning eng oliy va yuqori darajadagi shakli hisoblanadi. Tafakkur qilish davomida tashqi olamni bilish chuqurroq amalga oshiriladi. Bizning buning natijasida narsalar, hodisalar va boshqa shuning kabi o'rtasida murakkab o'zaro bog'lanishlarni ajratib yechish mumkin bo'ladi. Zarur hollarda turli vositalar qo'llaniladi. Quyidagi 3 xil hodisalarni o'rganish davomida vositalar qo'llaniladi. Birinchisi, hozirgi paytda bevosita idrok qilinishi imkoni bo'lmagan hodisalarni o'rganish uchun bunda tarixiy voqealar, kelajak rejalari, gipotezalar, umuman yoki o'tmishda ro'y bergan yoki kelajakda ro'y berishi mumkin bo'lgan hodisalarni o'rganish davomida. Ikkinchisiga bu sezgi organimizning moslashmaganligi sababli bevosita idrok qilinishi imkoni bo'lmagan hodisalarni o'rganishda, bunga misol tariqasida juda kichik zarrachalar, elementlar, inson sezgi organlari sezmaydigan turli to'lqin uzunliklari yoki juda uzoq masofada joylashgan obyektlar, planetalar, yulduzlar va hokazolar. Uchinchisi bu o'sha bevosita idrok qilishning imkoni mavjud, ammo vosita qo'llash samarali bo'lgan hollar hisoblanadi. Masalan, o'sib turgan o'sha daraxtning balandligini trigonometrik funksiyalar yordamida o'lchash, havo haroratini termometr yordamida o'lchash kabilar kiradi. Tafakkur mantiqiy shakllari psixologiya fani o'sha mantiqiy fan bilan birgalikda tafakkurning mantiqiy shakllarini o'rganadi. Tafakkurning mantiqiy shakllari tushuncha, hukm va xulosa chiqarish hisoblanadi. Tushuncha shunday bir fikrki, bu fikrda voqelikdagi narsa va hodisalarni umumiy muhim farq qiladigan belgilari aks ettiriladi. Bunga misol qilib shu inson ma'lum bir voqea, hodisalarga bildiradigan munosabatlari, o'sha voqea, hodisalar jarayonida uni qiziqtirgan yo bo'lmasam u uchun muhim sanalgan o'sha voqea, hodisalar ustida to'xtalishi, o'zini fikr mulohazalarini bildirishini misol qilib keltirsak bo'ladi. Masalan, shu odam tushunchasi uning mehnat faoliyati, mehnat qurollarini ishlab chiqarish, nutq, inson ongi va shular kabi nihoyatda muhim belgilarni o'zida mujassamlashtirgan. Mana shu belgilar bilan odam hayvonlardan farq qilgan. Biz bilamizki, inson o'sha
mavjudotlar ichida, yaratilgan mavjudotlar ichida o'zining ongliligi bilan, nutqi bilan va ijtimoiy hayotga moslashishi bilan farqlanadi va eng ulug'i hisoblanadi. Tushunchalarning mazmuni hukmlarda aks ettiriladi. Hukm narsa va hodisalar o'rtasidagi mavjud bog'lanishlarni yoki shu narsa va hodisalarga xos bo'lgan xususiyat va belgilar o'rtasidagi bog'lanishlarni o'zida aks ettiruvchi tafakkur shakli hisoblanadi. Hukmlar obyektiv voqelikni qanday aks ettirishga qarab chin va yolg'on bo'lishi mumkin. Chin, o'sha Toshkent O'zbekistonning poytaxtidir. Bu chin hukm, chunki rostdan ham O'zbekistonning poytaxti Toshkent shahri hisoblanadi. Buni siz aniq bilasiz, buni ko'pchilik biladi, butun dunyo insonlari biladi desak mubolag'a bo'lmaydi. Yolg'on hech qanday uchburchak o'tkir burchakka ega bo'la olmaydi degan xulosa bu o'sha yolg'on hukm hisoblanadi. Hukmlar umumiy, juz'iy va yakka bo'ladilar. Umumiy hukmlarga, o'sha guruhiy hukmlarga chiqarishimiz bu umumiyga kiradi. Yakka hukm bir inson tomonidan bildirilgan o'sha hukm yakka hukm hisoblanadi. Tafakkur jarayonlari, tafakkur jarayoni o'sha fikrlash, o'ziga xos qonuniyatlar, qoidalarga bo'ysunadi. Tafakkur jarayonining mohiyati tushunish uchun uning qanday kechishini o'rganish lozim hisoblanadi. Tafakkur avvalo analiz, sintez va umumlashtirishdan iborat bo'ladi. Analizimiz quyidagicha bo'ladi, ya'ni tafakkurda analiz obyektning muayyan bir tomonlarini, elementlarini, xossalarini, munosabatlarini va boshqa shuning kabi jarayonlarni ajratib olib, o'rganilayotgan obyektni fikran bo'laklarga, qismlarga, elementlarga bo'lish demakdir. Biror narsani analiz qilish davomida bu narsaning g'oyat muhim, kerakli va qiziqarli va shu kabi muayyan xususiyatlari ajratib olinadi. Hurmatli talabalar, xuddi siz ham dars davomida sizga berilgan topshiriq, mavzular yo bo'lmasam o'tilgan o'sha ma'ruza mashg'ulotlarini o'qish jarayonida analiz qilasiz va muhimlarini, kerakli joylarini belgilaysiz. Yo bo'lmasam o'sha repetir jarayoniga borganingizda, o'sha o'qish imtihonlariga tayyorlanayotganingizga, oliy ta'limga tayyorlanayotganingizga yo umuman qanaqadir imtihonga tayyorlanayotgan bo'lsangiz, o'sha berilgan vazifalarning muhim joylarini belgilab, shu xususida ajratib olasiz va uni o'rganasiz. Bu ish jarayonimizda, mehnat faoliyatlarimizda ham biz o'sha muhimlikka va uning qay darajada aniqligiga juda katta e'tibor beramiz. Bu jarayonning kechishi o'sha tafakkurning analiz jarayoni bilan bog'liq hisoblanadi. Sintez jarayonimiz bir butun narsani analiz qilish natijasida ajratilgan komponentlarning birlashtirish sintez deyiladi. Analiz va sintez jarayonlari hamma vaqt o'zaro bog'liq hisoblanadi. Analiz qilganimizdan keyin o'z navbatida biz sintez jarayonini ham boshdan kechiramiz. Uchinchisi bu o'sha taqqoslash, narsa va hodisalarni bir-biri bilan solishtirib ko'rish va ular orasidagi o'xshashliklarni, tafovutlarni topish. Taqqoslash albatta analiz va sintez taqozo qiladi, taqqoslashni. Narsa va hodisalarni oldin analiz, keyin esa sintez qilmasdan turib, ular orasidagi o'xshashlik, tafovutlarni topib bo'lmaydi. Misol uchun, men sizga bir xil shakldagi element yo predmetni ko'rsatib, undagi farqlarni toping desam, siz uni birinchi navbatda analiz qilasiz. Yo bo'lmasam o'sha analiz qilib bo'lganingizdan keyin sintez qilasiz. O'xshashligi nimada? Farqi nimada? Bir xil predmetku, bir qarashdan biz idrok qilganimizda u bizning ko'zimizga bir xil predmetdek ko'rinadi. Lekin uning farqi bo'ladi. Masalan, hajmida bo'lishi mumkin. Siz uni
ilgari idrok qila olmadingiz, lekin tafakkur qilishingiz orqali, analiz qilishingiz orqali uni bittasining farqi borligini bildingiz, yo unda qaysidir kichkinagina qo'shimcha detali borligini bilib qoldingiz. Bu o'sha bilasiz, analiz qilasiz, sintez qilasiz va ikkalasini taqqoslab xulosangizni umumlashtirasiz va buni aytasiz. Ustoz, o'ng qo'lingizdagi predmet chap qo'lingizdagi predmetdan boshqacharoq, ozginagina farq qiladi degan xulosani berasiz. Tafakkur turlari quyidagicha, o'sha psixologiyada tafakkur turlarini quyidagi sodda va bir muncha shartli klassifikatsiya tarqalgandir. Bular quyidagilar, ya'ni ko'rgazmali harakat, ko'rgazmali obrazli va mafhum nazariy tafakkur turlariga bo'lingan. Ko'rgazmali harakatli tafakkur bu tarixiy taraqqiyot davomida odamlar o'z oldida turgan masalalarni dastlab amaliy faoliyat nuqtai nazaridan yechganlar. Keyinchalik unda nazariy faoliyat ajralib chiqqan. Dastlab o'sha yerni qadamlab o'lchalgan. Keyinchalik esa uning asosida geometriya fani shakllangan. Bu shuni anglatadiki, sof nazariya faoliyat birinchi emas, balki amaliy faoliyat o'zi birlamchi hisoblanadi, birinchi hisoblanadi. Bog'chagacha yosh davrida bolada asosan ko'rgazmali harakat, tafakkur ustun bo'ladi. Chunki u ko'rgazmali harakat orqali voqea hodisalarni anglaydi, yo bo'lmasam predmetlarni o'zlashtiradi. Hamma ish o'ylash, bilish jarayoni harakatlari vositasida amalga oshiriladi. Ko'rgazmali obrazli tafakkur. Ko'rgazmali obrazli tafakkur sodda shaklda asosan bog'cha yoshdagi bolalarda namoyon bo'ladi. Ularda tafakkurning harakatli shakllar saqlanib qolsa ham, ular to'g'ridan to'g'ri yuzaga chiqmaydi. Endi bola narsa va hodisalarni bevosita idrok qilinayotganda obraziga suyanib fikr yuritadi. Agar shu yoshdagi bolaga ikkita bir xil hajmdagi xamirdan qilingan soka ko'rsatilsa, u ularni tengligini aytadi. Keyin ularning ko'z o'ngida sokalarni biri non shaklida keltiriladi. Ular yasatilgan non shaklidagi keltirilgan soqani ko'p katta deb ko'rsatiladi. Chunki ular bir xil ko'rinishga ega bo'lganda bir xil deb aytishdi. Hajmi o'zgartirilgandan keyin bittasini kattaroq degan xulosani berishadi. Mafhum nazariy tafakkur bolaning o'sha amaliy va ko'rgazmali obrazli tafakkur asosida ularda mafhum tafakkur shakllanadi. Bu mafhum tushunchalarga asoslangan tafakkur bolalarning juda ko'plab fanlarda, o'quv predmetlarida oladigan bilimlari mafhum tushunchalar yordamida ifodalangan bo'ladi. Predmet va hodisalar o'rniga ularning nomlari, so'z, belgi qo'llaniladi. Mafhum tafakkur bolaga endi o'zi yo'q predmetlar bilan ham so'zlar yordamida nomlari ishlash, ular ustida fikr yuritish, tafakkur operatsiyalarini amalga oshirish imkonini beradi. Endi bola o'sha oldida bo'lmagan predmetni haqida ham so'z, o'sha fikr bildira oladi. Shu sababli mafhum tafakkur o'quvchining o'quv va hayot faoliyatida eng muhim o'ringa ega hisoblanadi. Maktabning, pedagoglarning asosiy vazifalaridan biri o'quvchilarni mafhum tafakkur o'rnini rivojlantirish, ularda to'g'ri shakllangan tushunchalar tizimini hosil qilishdan iborat hisoblanadi. Tafakkurning individual xususiyatlari, turli kishilarda tafakkur xususiyatlari turlicha tarkib topgan bo'ladi va turlicha namoyon bo'ladi. Bir kishining o'zida tafakkurning turli xususiyatlari turlicha namoyon bo'ladi. Ularning hammasi tafakkurning individual xususiyatlarining asosini tashkil qiladi. Tafakkurning individual
xususiyatlarini bilish faoliyatning mustaqillik darajasida o'sha epchillik, fikrlashning tezligi kabilar kiradi. Tafakkurning mustaqilligiga o'sha dastavval yangi masala, yangi muammoni ko'ra bilish va qo'ya bilishda, undan so'ng esa uni o'z kuchi bilan yecha bilishda namoyon bo'ladi. Tafakkurning mustaqilligida uning ijodiy xarakteri o'z ifodasini topadi. Tafakkurning ixchamligi shundan iboratki, masalani yechishning boshdan belgilangan yo'li, rejasi asta-sekin yuzaga chiqadigan, avvaldan hisobga olib bo'lmaydigan muammo shartlarini qanoatlantirmasa, ana shu yo'lni o'zgartira olishdan iborat hisoblanadi. Fikrning tezligi biror qarorni qisqa muddat ichida qabul qilish talab qilingan hollarda talab qilinadi. Tafakkur mavzusi haqida fikr mulohazalarim shulardan iborat edi. Mavzu yuzasidan sizni qiziqtirgan yo sizda tug'ilgan savol va murojaatlaringiz bo'lsa, quyidagi raqamlar orqali va YouTube kanallarimiz orqali murojaat qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, sog', salomat bo'ling.